Bu xonada ikkita sekret qilganmiz. Kommentariyada javoblarni yozsanglar, kim topsa kartasiga 200 ming so'm pul tashlab beramiz. Yaxshilab videoga e'tibor beringlar, bir chekkadan ko'rsating. Sensizlik çok çetin dünyada. Yuvarlak, sürekli, kapına işte, burada uzunca eşik qilamiz. Qancha kompyuter bor. Şkaflarni ichida. Kontogur o'rnatib berganmiz. Profil oyna qo'yib berganmiz. Ishlar davlatda tavsiyalar bilan birga. Shu orqali mexanizmlari, blum mexanizmidan foydalanamiz. Yani ko'rsatamiz. Ochganda tavsiyasi bor bo'ladi. Bu yerga shimlarni yopib qo'yamiz. Hali tushunarli. Mana bitta ahamiyat beradigan joyi Ispaniyamiz yana bitta shkaf vazifasini bajaradi. Shkafni ichilasi. Yutunlarni ichiga oladi. Svetlarini pulga o'chiradigan qilamiz. Albatta tavsiyalar shunday. Hammasini bitta pult orqali boshqarsa bo'ladi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Nurron mebelga murojaat qilsanglar, sizlarga xudo xolasa bundan ham zo'rlardan yasab berishga harakat qilamiz. Ikkita sekretni topganda pul tashlaymiz deb hazillashdik. Keyingi videoda o'zimiz ko'rsatib o'tamiz.